Ты раб! Раб русских! В Узбекистане у тебя не нашел ничего! Сюда приехал, блядь! Ijtimoiy tarmoqlarda rus millatiga mansub erkak o'zbek millatiga mansub taksichini haqorat qilgani aks etgan videolar tarqaldi. Mojaro Solnechniy sistema turar joy majmuasida yashovchi shaxs va taksichi o'rtasida sodir bo'ldi. Erkak haydovchini haqoratlab, uni ruslarning quli, o'z uyingda emassan, O'zbekistonda hech narsa yo'qligi uchun bu yerga ishlashga kelgansan deya haqorat. Палец свой не открывай! Ты раб! Раб русских, на! Subhanalloh, mana bu haqiqiy xorlik bu. Inson shunaqa dinini bilmasa, Robbisini tanimasa, o'zini o'rnini ham bilmaydi, o'zini kimligini ham hatto bilmaydi. Haqiqiy mu'min, haqiqiy Robbini, dinini tanigan odam bunaqa xorlikka yo'l qo'ymaydi. Bunga rozi ham bo'lmaydi. Endi yana bitta narsa borki, bu o'zbekzabon insonlarni bu xoin, tog'utlar, zolimlar, mana bu maddoh, munofiq, imomman deganlar boshiga 7 metr salla o'rab olganlar. Mana shu holatga olib keldi bularni. Mana shunaqa xalqni bular o'zi xohladi. Mana olinglar sizlarga shunaqa xalq. Mana ahvoli. Butun o'zbekni hurmatini bir tiyinlik qilib, mana shunaqa xor bo'lib, Rossiyasi bormi, Qozog'istoni bormi, mana shunaqa xor bo'lib ishlab yuribdi. Lekin sizlar haqiqiy arslonlarni, haqiqiy yuragida o'ti bor erkaklarni, rijollarni sig'dirmadinglar o'shaga, yashatmadinglar. Yo haydab chiqardinglar, yoki majbur qildinglar, yoki qamadinglar. Chiqib ketdi. Oxir oqibat mana shunaqa insonlar qoldi. Ertangda agar dushman bostirib keladigan bo'lsa ham, bunaqa odamlar o'zini o'zi himoya qila olmayaptimi? Hech qachon siz davlatingizni himoya qilib bera olmaydi. Na ayollaringizni, na bolalaringizni. Chunki bu odamlar o'ziga o'zi turib bera olmaydigan odamlar. Chunki dinini bilmaydi, Robbisini tanimaydi. O'zini qaydan tanisin bular? Arablarda shunaqa bir maqol bor ekan. La ta'kulu dhi'aba biladikum ta'kulukum kilaba a'daikum. Ya'ni vataningdan haqiqiy bo'rilarni, haqiqiy shunaqa arslonlarni haydamagin. Aks holda seni dushmanlaringni itlarga yem bo'lasan der ekan. Allohu a'lam.